Farg'ona viloyatini Oltiariq pasidan Chimyon shaharchasida bir chiroyli sayohat joy bor ekan. Bu hamma orzu qiladigan, hamma yaxshi ko'radigan bir chiroyli dam olish maskani ekan. Bu yerga kelganimizdan keyin juda ham yaxshi odamlarni uchratdik. Ishchi xodimlari, rahbariyat xodimlari-yu, binoni o'zlari-yu, ichkida qo'yilgan hamma jihozlar didlar bilan qilingan, hammasi insonlar uchun xizmat qiladigan narsalar qo'yilgan ekan. Ayniqsa foyedan kirishi o'zida juda ham bir chiroyli shiorlar, bog'larning o'zida shunaqangi ibrat oladigan chiroyli, hamma Yevropa-yu O'zbekistonning eng tarixiy odamlari-yu payg'ambarimiz so'zlari yozilgan juda ham ko'p ham yaxshi natijaga beradigan yozuvlar bor ekan. Shularni o'qib odam doridan ham ko'ra, boshqa jonlardan ham semirib nima deb davolanib ketishyapti. Ishchi xizmatlar juda ham muloyim, juda ham nima desam, o'zini ishini, kasbini, mahorati ustasi ekan. Doktorlarimiz ham, rahbarlari ham joy-joyiga qo'yib, hammaligi faqat insonni sog'ligi uchun xizmat qilishga tayyor qildi. Bularga ham juda katta rahmat. Ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Xonadonlarga tinchlik, omonligi bundan ham yaxshi bo'lsin. Fayz baraka yog'dirsin shu soatga. Soatga kelgan hozir 350 tami, 300 tami odamlar hammasi bu yerdan xursand, hammasi sog' salomat bo'lib ketsin. Bunaqa joylarga faqat orzu niyat bilan kelib, yaxshi niyat bilan kelinsa, bundan ham a'lonlar bo'lar ekan. Men rahbariyat tomonga ham, shu yerda ishlayotgan ishchi xodimlariga ham, katta kichiklarga hammasiga rahmatman, juda ham minnatdorman. Bunaqa yaxshi sayohat bundan ham ko'paysin. Kelgan odamlar ham bahramand bo'lsin, hammasi sog' salomat bo'lib ketsin.